Assalomu alaykum hammaga. O'zini yomonlagan odam. Bir odam Ahli Bayt imomlaridan Zaynulobboddin hazratlarining oldilariga kelib, falonchisi haqingizda shunday yomon gaplarni gapirdi deya chaqimchilik qildi. Zaynulobboddin hazratlari kel birgalikda uning yoniga boramiz dedilar. Birgalikda u odamning oldiga borishdi. Yo'lda ketisharkan haligi odam Zaynulobboddin o'zi chaqib bergan kishini qanday so'zlar bilan urishishini xayoliga keltirar edi. Ammo imom hazratlari g'iybatchining oldiga borishgach unga shunday dedilar: agar men haqimda aytganlaring to'g'ri bo'lsa, Alloh meni isloh qilsin, kechirib afv etsin. Agar aytgan gaplaring yolg'on bo'lsa, Alloh seni isloh qilib afv etsin, ya'ni kechirsin degan ma'noda fikrlarini bildirgan ekanlar. Aqlli kishilar o'zlarini tanqid qilishganida yoki ularga tuhmat, bo'xton yoxud boshqa yomonliklarga uchraganda jahli chiqmaydi, jahl qilmaydilar. Balki barchasini bosiqlik bilan qabul qilib, xayrli duolar bilan raqiblarini insofga chaqiradilar. Xayrli duolar qilib.